Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, ashaddiy muxlislari. Hozir esa Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha registratsiya jarayonlari ketyapti. 85 dan to 88 stoykagacha Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha Centromayer kompaniyasiga registratsiya jarayonlari ketyapti. Akamizni olib kelganmiz. Nasib bo'lsa akamizda hech narsa yo'q, chiroyli o'tkazib oldik. Nasib inshaalloh qiyin bo'lmadi bo'yicha telefonlashgan holatda keldilar. Ham bez bagaj olgan ekanlar. Bez bagaj bezrusnoy ketyapti. Udobni ancha bizga ham qulay. Assalomu alaykum akajon. Alaykum assalom. Aviakassa Surxon qanchadan beri kuzatib kelasiz aka? Bashi 2 yil bo'lib qoldi mo'ljali. Dokumentlaringiz qanday edi? Dokumentlar yo'q, yaxshi. Hech narsa yo'q-da. Chiroyli o'tkazib oldik. Tavsiya qilamiz. Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmaymiz. Aviakassa Avia Surxon qo'limizdan kelgancha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Sizdangina faqatgina bitta iltimos bo'ladiki, telefonlashgan holatda bir kun oldin vaziyatingizni tushuntirsangiz, men ichida kelishingiz hammasini tushuntirib o'taman telefonda. Aviakassa Avia Surxon.